Fizika milliy sertifikat savoli. Xo'p, 18-yanvarda tushgan milliy sertifikat savoli. 45-masala edi. Ya'ni ko'pchilik adashib ketibdi, lekin unday qiyin emas. Chalg'itadigan bu ham bu yerda alfa, demak, radon 88 ga 225 bo'lgan element bitta alfa va bitta pozitronli bitta yemirilishga uchradi deyilgan. Hosil bo'lgan o'sha parchalanishdan keyin, ya'ni alfa va bitta pozitronli yemirishlardan so'ng hosil bo'lgan yadroni zaryad soni bilan nukleonlar soni so'ralgan edi. Ya'ni bu qanday ishlanadi? Demak, radon alfa 2 ga 4 bo'lsa, pozitronli bo'lsa +1 ga 0 olamiz, massasi 0. Demak, zaryadi 1, ya'ni mayli 1 deymiz plus. Shunda demak o'z-o'zidan zaryad soni necha bo'ladi? 88 dan 2 ni ayiramiz 86, 1 dan ayiramiz 85 bo'ladi. Demak, Z so'ralgan A'sida, ya'ni A savolida zaryad soni so'ralgan. B savolida esa neutronlar soni so'ralgan. Hozir bitta massa soni 221 bo'ladi. Demak, 221 dan bu massa soni bo'lyapti. Zaryad soni 85 bo'ladigan bo'lsa, neutronlar soni A minus Z bo'ladi. Natijada 221 dan 85 ni ayirsak, bitta qarzdorimiz 6, 1 qoldi. 11 dan 8 3, 1. Javobi 136 mana. Demak, A va B yechimlari bular. Mana uncha qiyin emas, faqat sal e'tiborli bo'lish kerak edi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiyinroq va qiziqarliroq masalalarni tushuntirib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat.